Nima balo, yana gap so'z, butun shahar, butun ismi gapirib yotibdi. Kim nima qilmoqchi bu yerda? Bu hozir Ersan Shavkatning xususiy tadbirkor, investitsiya kiritaman deb mana bu holatga olib kelgan. 23-yilda yana o'ryapti, mana ham zabur bilan o'rab turib mahalla binosini buzyapti. Plashatkani ham bizga shu. O'ng tarafida diski plashatka bo'lganmiz. O'rtada fontan bo'lgan. Bular o'rganyapti-da. Birinchi bilishar qarashadi, keyin tashlandiqqa aylantirishadi, keyin yopishadi sekin, daraxtlarni yo'qotishadi, betonlashadi. Shu bilan uni qarabsanki, zo'r uchastka. Atrofdagilar ham mayli bo'pti, bir bola bo'lsin, bunaqa yotgandan ko'ra deydi. Shahar prokurorisiz. Qarang bu masalalarga, kim qarayapsizlar, qaramasalar. Bu nima deganda bu jinoyat-ku bu. Kimdan norozi bo'ladi xalq? Bu hammasi bu atrofdagi nechta odam bu yerda yashaydi? Jinoyat ishi qo'zg'atildi. Biza xabar topganimizda. Mana endi qarang, men sizga shu topshiriqni berdim. Butun shaharda xatlov qilindi. Xalqqa qaytarib bering buni. Bu xalqniki-ku. Hech kim, hech qanaqa tanish bilish bo'lmasin. Следите. Bularni orqasidan baribir ham qanaqadir kuchlar bor-da, yigitlar. Понимаешь? Prosto odamlar bu ishni qila olmaydi. Bu degan o'zidan ketgan blatnoylar bu ishni qiladi. Hozir aytganingizdek, javobgar qilib, hamma zaborini oldirib tashlaymiz. Tekislab betga detski plashatkani vasanamit qilib, odamlarga joyini qaytarib beramiz. Archa bayram qilib yormaylar. Shaharda dizayn kodini o'ylash kerak, bu muhim masala. To'ppa-to'g'ri, u bor dizayn kodi. Men ko'rib turibman sizlarning dizayn kodlaringni. Sharmanda hamma joy gul bosib ketgan. Men aytgandek, na blatnoy qoladi, na o'zidan ketgan qoladi. Jazo muqarrar. Rahbarimizga qilgan gap. Hamma teng, aytayapmi? Nima qarab yuringlar? Bo'ptimi? Sizga ishonaman. Siz ham o'zingizni ko'rsating. Siz ehtiyot bo'ling, dizayn kodu и так далее. Hokimga yetkazing. Mana sharmanda qilmasin.